Mang'itning sentridan ikki etajli kottej izlab yurganlarga orqamda turgan kottej sotuvga qo'yilyapti. Buning manzili musikalniy maktabning qoptalida joylashgan, yo'lga yaqin. Mana shunday lokatsiyada taqasi uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Kimga qiziqayotgan bo'lsa, shu videoni oxirigacha ochib kuzatamiz va albatta YouTube kanalimizga podpisatsiya bosib, layklar bilan va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz. Ikki etajli kottejimizning manzili musikalniy maktabdan ozgina o'tganimizda, chap qo'limizga kirganimizda mana shu 3 kottejimizdan, ya'ni uglovoy kottej xudo xohlasa sotuvga qo'yilyapti. Mana shu ko'rib turganimizda qoptalda yana tayin chiroyli mashina qo'yish uchun ham joylari bor. Polni traventin bo'lgan, gazlari, to'qlari, suvlari hammasi ulangan va albatta dokumentlari qilingan. Mana ko'rsatlar bor, sho'chiklari qo'yilgan. Suv holatida turibdi uyimiz, zinalari qilingan. Remontni boshlab yuborish jarayonidan kelib turibdi. Bu yog'imizda mana sklad qilish qadam, tualet qilish qadam polni variantda. Endi bu o'zingiz xohlaganingiz. Bu buyog'imizda birinchi etajda kuxnyamiz joylashgan. Kuxnyamizda suvlar hammasi o'tirilgan. Mana shu holatida. Birinchi etajimiz polni plita bilan bostirilgan. Buyog'imiz boton bo'lsa, mana ko'rib turganingizdek, banya, sanuzel uchun qoldirilgan. Buyog'imiz birinchi etajdagi zalimiz hisoblanadi. Ko'rsatsa bo'ladi. Chiroyli qilib ishlangan. Buyog'imizda yana bir xonasi, birinchi etajdagi xonasi. Общий kottejimiz 5 xonadan iborat. 2 sanuzel, bir kuxnyadan iborat. Bu orqa tarafimizdagi hol hisoblanadi, ko'rsatsa bo'ladi. Bu yog'imiz qoptalga chiqish eshigi, ya'ni ko'chaga qaragan. Ko'rsatsa bo'ladi. Zo'rgina qilib ishlangan. Endi sizlarga ikkinchi etajda bir qator tanishtiraman. Zinalar ham chiroyli etib ishlangan. Standartga javob beradigan. Xo'p, chiqqan yerimizdagi birinchi holimiz, bo'rlarga shotkalarni qo'yib, chiroyli etib ishlasanglar, chiroyli uy bo'ladi. Ikkinchi etajni chiroyli etib ag'achlarni maylab, mana shu holatida bostirilgan lombaz bilan. Bu yog'imiz boton bo'lsa, balkoni, mana tashqi ikkinchi etajning balkoni bilan ko'rsatsa bo'ladi. Qo'ng'ishlar bilan bemalol ko'rib, manzarani tomosha qilib tursangiz bo'ladi. Quyosh chiqishini ham chiroyli etib kuzatsa bo'ladi, xudo xolasa. Bu yog'imiz manaki ikkinchi etajda birinchi xonamiz. Ko'rsatsa bo'ladi, normalniy, zo'r holatida. Bu yog'imizda ikkinchi etajning vanya sanuzeli. Bu yog'imiz boton bo'lsa, bir spalniy qilsangiz bo'ladi ekan bu yerda. Chiroyli ustlarning bostirilishini e'tibor beramiz. Mana shu holatda. Bu yog'imiz boton bo'lsa, ikkinchi etajdagi ikkinchi zalimiz. Chiroyli bostirilgan. Mana shu kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Bu kottejimizning dokumentlar hammasi soz, hech narsadan muammosi yo'q. Buning narxini keladigan bo'lsak, narxini 440 million so'm aytilyapti. Yana aytishib, tortishib kelishadigan yerlari bor. Quyida telefon nomerlarini qoldiramiz, bog'lanib, baraka qilsa bo'ladi. Hamma yaxshi kayfiyat sizlar bilan Mang'it kanali. Bizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Hamma yaxshi kayfiyat sizlar bilan Mang'it kanali.